Ko'ngil osmonlardan-da balandda, yulduzlardan-da olis manzil. Ammo bir yoqimli so'z sizni onga eltadi. So'z bu zarif, nozik va shu bilan birga buyuk kuchga ega mo'jiza. Qalbingizda tug'yon urayotgan hislaringiz, mehringizni yoningizdagi insonga ba'zan ko'rsata olmaysiz. Aynan shunday vaziyatlarda sevimli TV ijodkorlari va siz azizlarni qalban yaxshi ko'radigan boshlovchingiz Sarvinoz siz bilan hamisha birga. Azizlarim, biz hozir yana bir ko'ngilni xushnud etamiz. Biz bilan qoling, bizdan esa aslo uzoqlashmang. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Dilraboxon opajon bo'lasizmi? Assalomu alaykum. Siz mehribonim, sog'liqlaringiz, kayfiyatlaringiz yaxshimi? Ilohim, hamisha a'lo kayfiyatlarda bo'ling, mehribonim. Biz sizga ayni fursatlarda ijtimoiy tarmoqlarda faoliyat olib borayotgan sevimli TVda tabriklarim radio kanalidan qo'ng'iroq qilmoqdamiz va mana shu loyiha boshlovchisi Sarvinoz bo'laman. Siz bilan esa jonli muloqotda suhbatdamiz, qadrlagan. Rahmat sizga ham. Avvalambor bugungi yomlaringiz muborak bo'lsin. Tavallud kuningiz munosabati bilan sizni chin ko'ngildan loyiha ijodkorlari nomidan samimiy muborakbod etib qolaman. Ilohim, umr yoshingiz ziyoda, tana joningiz sog' va salomat bo'lsin, go'zal yuzlaringizdan kulgu tabassum arimasin, qadrlagan. Rahmat sizga ham, mehribonim. Bugungi kunda bizning loyihamizga siz uchun kelgan juda ham chiroyli va samimiy bo'lgan tabrik maktublari kelgan ekan. Albatta yaqinlar nomidan. Shunday ekan, taxminlaringiz bormi, mehribonim? Bugun sizni aynan qaysi bir yaqiningiz tabriklayotgan bo'lishi mumkin? Kimlardan kutgan bo'lardingiz? Farzandlarim bo'lishi mumkin. Birozgina yordam beraman sizga ijozatingiz bilan. Dugonalaringiz orasidan qidirib ko'ramiz. Bolalik davringizni bir eslab ko'rasiz. Aynan qaysi dugonangiz bo'lishi mumkin? Mashalloh. Ilohim umrlari ziyoda bo'lsin. Qiyomatlik dugonam, yaqinim, sirdoshim deganlari bejiz emas ekan. Mehribonim, siz ham bittada chiroyli qilib taxminlar bilan to'g'ri javoblar berdingiz. Intizorxon opamiz sizni tabriklamoqdalar. Ilohim, aytganingiz kelsin. Siz uchun juda ham chiroyli ta'riflar berdilar. Siz uchun juda ham chiroyli bo'lgan tabrik xatlarini yozib qoldirgan ekanlar. İcazet bersangiz, shularni sizga o'qib bersam, maylimi, mehribonim? Rahmat, Alloh rozi bo'lsin sizdan. Assalomu alaykum. Men uchun aziz, qadrli, qadridan da baland bo'lgan aziz insonim, sirdoshim, dugonajonim. Seni bugungi shukronalik ayyoming, tavallud kuning bilan chin qalbimdan muborakbod etib qolaman. Yuzingni nurli, so'zingni huzurli, qadringni baland, rizqingni keng qilsin Tangrim. Qalbingdagi niyatlaring ijobat eylesin. Duolaring ijobatini, farzandlaring saodatini, rizqingni barakasini sen uchun duolarimda so'rab qolaman. Yaxshilik va yaxshilar doimiy hamrohing bo'lsin. Yaqinlaring baxtiga, mening ham baxtimga aziz boshing omon bo'lsin. Sendek betakror, nigohlari samimiy, tabassumlari chiroyli, o'ziga yarashgan, bir so'z bilan aytganda ko'ngli ochiq insonim, sirdosh insonim, dugonajonim bor ekanligidan juda ham mamnunman. Ilohim umringiz uzoq, tanajonim hamisha sog' va omon bo'lsin. Mana shunday qadrdonchilik rishtalarimiz abadiy bo'lsin va aslo ko'zlar tegmasin. Ilohim yuzlaring g'amdan, qalbing darddan aslo ozor chekmasin. Allohim xonadoningdan huzur halovatni, shunday chiroyli oilangizdan tinchlik totuvlikni, rizqingizdan esa ulug' barokatini, tillaringizdan zikr va duolarni hech qachon ayirmasin. Dugonajonim, seni dunyolarcha yaxshi ko'raman. Yaxshiyam borsan, yaxshiyam meni sendek oqibatli bo'lgan dugonajonim bor ekan. Har bir kunlarimda yonimda bo'lib turganing uchun, qo'llab-quvvatlaganing uchun senga rahmatlarim bo'lsin. Olis yoshligimning unutilmas xotiralarda o'chmas es bo'lib qolgan mening qadrdonimsan. Boringga shukr. Ilohim, mana shunday go'zal kunlaring, fayzli yoshlaring ko'p bo'lsin. Ushbu go'zal kunlarning birida qolaversin.
esa takror va takror Baytullohda mehmona bo'lishligimni Allohimdan so'rab qolaman. Ko'p bora hoji onalik unvoniga erishib yurdi. Mehribonim dugonajonim, yaxshiyam borsan, seni juda ham yaxshi ko'raman. Seni juda ham sog'inganman deya tabrik xatlarga yaqin yozagan. Rahmat Allohim. Ana sog'inganman judayam. Ana buni yaxshi ko'raman. Sobitman farzandlarni boshiga shunchalik e'tibor berib, shunchalik maqtgan uchun esdan chiqarmaganim uchun Alloh rozi bo'lsin barchamizdan. Bugun bilan Qo'shaqarda qo'llarim rohatli bo'lsin. Va tez kunda uni ham Allohim Baytullohga chaqirib labbayk Allohumma aytib tez kunda borishmoqchi. Siz ham sog' bo'ling. Alloh rozi bo'lsin. Hurmatidan charchamang sizlar. Rahmat, mehribonim. Mana shunday go'zal kunlaringiz, fayzli yoshlaringiz ko'p va davomli bo'lsin. Hamisha yaqinlar atrofida e'zozda bo'lib yuring. Go'zal kunlarda yana diydorlashguncha deb qolamiz. Siz bilan aslo xayrlashmaymiz, mehribonim. Allohga omonat, omon bo'ling. Rahmat. Rahmat, salomat. Bizni har tomonga olib ketdi. Sho'xligimiz ota uyda qolib ketdi. Tirnog'idan kim ayirar ayting etni. Yiroqmiz ammo yaqin ko'ngillarimiz. Ming xavotir uyg'onadi bitta jonda. Ko'risholmay qolsak agar har zamonda. Hech bo'lmasa gaplashamiz telefonda. Oqibatli go'zal opa singillarimiz. Singillarimiz, opa singillarimiz. Oqibatli go'zal opa singillarimiz. Singillarimiz, opa singillarimiz. G'ubori yo'q qorday oppoq ko'ngillarimiz. Yo'qdir sira armonimiz. Shodliklarga to'la o'tdi har onimiz. Parvarishni qoyil qildi bog'bonimiz. Bitta bog'ni go'zal atir gullarimiz. Oshiqamiz bir-birimiz ko'rmoq uchun. Guringlashib mazza qilib kulmoq uchun. Bolalikni eslab mazza qilmoq uchun. Shunaqangi qalbi qaynoq jigarlarimiz. Singillarimiz, opa singillarimiz. Oqibatli go'zal opa singillarimiz.